Siz nutqingiz va ishonchli ko'rinishingiz orqali boshqalarning mahsulotini reklama qilib, daromad olish mumkinligi haqida bilasizmi? Bugun siz nafaqat yuqori daromad eshigini ochadigan, balki ijodiy g'oyalaringizni amalga oshirish uchun yordam beradigan kasb haqida bilib olasiz. Bu kasb sizga 10 million so'mdan yuqori daromad qilishga va albatta barcha orzularingizni amalga oshirishga yordam berishiga ishonaman. Bu mobilografiya, SMM, dizayn yoki shunga o'xshash kasblar emas. Bu brendface'lik. Brendface o'zi kim? Brendface bu boshqa brendlar nomidan chiqib, nutq so'zlaydigan, kompaniya yangiliklaridan, kompaniyaning tartib va shartlari bilan tanishtiradigan brendning yuzi degani. Videoning asosiy qismiga o'tishdan oldin siz bilan yaqindan tanishib olsak. Men Dildora Malikovna, boshlovchi, jurnalist va albatta brendface. Media yo'nalishiga ilk qiziqishlarim mening universitet davrimga to'g'ri keladi. Universitetda taxminan 3-kursda o'qib yurgan paytlarimda men o'zimni izlashni boshlaganman va shunda tushunganmanki, mening qiziqishlarim aynan media yo'nalishi. So'ngra media yo'nalishidagi eng zo'r mutaxassislardan bilimlar olishni boshladim. Yetarlicha bilimga ega bo'lgandan keyin esa o'zimni turli xil joylarda sinab ko'rishni boshladim. Boshlovchi sifatida yirik tadbirlarda boshlovchilik qildim. Jurnalist sifatida ham o'z faoliyatimni olib bordim. Undan tashqari brendface sifatida 100 dan ortiq yirik kompaniyalar bilan hamkorlikda ham ishladim. Bilasizmi, men bolaligimdan xohlaganman, shunday kasbim bo'lsinki, men unda mazza qilib ishlay, qancha ishlasam ham charchamay. O'zi aslida umuman olganda sizning eng muhim qarorlaringizdan biri bu albatta kasb tanlash. Kasbingizni to'g'ri tanlasangiz, sizni kechirayotgan umringiz zoya ketmagan bo'ladi. Men xohlaganman kasbim orqali o'zimning, yaqinlarimning orzularini amalga oshirishni. Keling, qisqacha aynan shu media yo'nalishi orqali qanday yutuqlarga erishganim haqida sizlarga aytib beraman. Aynan shu media yo'nalishi, ya'ni brendface sifatida faoliyat olib borishni boshlaganimdan keyin mening daromadim o'sishni va albatta shu daromadim orqali onajonimning orzularini amalga oshirishni boshladim. Eng katta ularning orzularidan biri bu albatta o'zlarining shaxsiy uylari bo'lish. 2024-yilda onajonimga uy sovg'a qildim. Undan tashqari ularning eng katta orzularidan biri bu umra safariga borish edi. 2024-yilning avgust oyida ularga umra safariga ham yo'llanma sovg'a qildim. Aynan shu kasbimdan olgan daromadim orqali men o'zim ham sayohat qildim. Onajonim bilan birga sayohat qildim. Umuman olganda nima demoqchiman? Aynan shu kasbga mehr berib, shu kasb orqali men o'zim xohlagan hayotga erishdim. Orangizda balki oliy ma'lumotli bo'lgan, lekin nima qilishni bilmasdan yurganlar ham bordir. Orangizda balki o'zini sohasi yoqmayotgan insonlar ham bordir. Birinchi qadamni qanday tashlashni bilmayotgan insonlar ham bordir. Sizlar uchun video oxirida tayyorlab qo'ygan sovg'am bor. Shuning uchun hozir videoning asosiy qismiga o'tamiz. Video so'ngida esa sizlarga tayyorlab qo'ygan sovg'amni taqdim qilaman. Bilasizmi, ko'pchilik biznes egalari va albatta marketologlar bir nechta muammoga duch kelishadi. Reklama chiqadi, lekin auditoriya ichida hech qanday ishonch uyg'otmaydi. Bu nimadan bilasizmi? Bu kompaniya nomidan gapirayotgan inson auditoriya ichida ishonch uyg'ota olmasligidan. Ko'pincha nega gapirayotgan odam auditoriyada ishonch uyg'ota olmaydi, bilasizmi? Chunki u gapirayotgan inson kompaniyani o'zi his qilmaydi. Ya'ni kompaniya haqida yetarlicha ma'lumotga ega emas. Shunchaki unga berilgan matnni yodlab, kameraga gapirib beradi. Tinglovchilar, uni tomosha qiluvchilar esa buni darhol sezishadi. Mana shu yerda professional brendface'larga ehtiyoj tug'iladi. Takrorlayman, professional bo'lganlarga. Chunki professional bo'lgan brendface mijozlarda ishonch uyg'otadi kompaniyaga nisbatan. Bu esa mijozlarning oqimini kompaniyaga nisbatan yo'naltiradi. So'nggi paytlarda ko'pchilik brendface va model tushunchalarini bir-biriga birlashtirib tashlashyapti. Brendface bu kompaniya nomidan chiqib gapiradigan inson bo'lsa, model asosan kiyimlarda yoki nimadirlarni reklama qilish uchun chiqadigan shaxs. Brendface bo'lish bu shunchaki tasodif emas. O'zining
4 bosqichli tizimiga ega. Demak, birinchisi bu albatta nutq va ifoda ustida ishlash. Sizning ohangingiz, qanday gapirayotganingiz brendga nisbatan ishonchni shakllantiradi. Ikkinchisi, kamera oldida ishonch bilan gapirish. Siz brend nomidan gapirasiz. Shunday ekan, gapirayotganingizga o'zingizga bo'lgan ishonchingiz, mimikalaringiz va albatta energiyangizni sizni tomosha qilayotganlar his qilib turishi kerak. Uchinchisi, brendni his qilish. Ko'pchilikda kuzatiladigan muammo, ko'pchilik model yoki brend face'lar shunchaki borishadi, tayyor ssenariyni hattoki tanishmasdan o'qib berishadi yoki shunchaki yodlab aytib berishadi, lekin brend haqida ma'lumotga ega emas. Mijozlari qanaqa? Brend qadriyatlari qanaqa? Kompaniyaning mahsulotlari qanaqa? Nimalarni gapirish mumkin u, nimalarni gapirish mumkin emas. Sizlarga tavsiyam, agar siz brend face sifatida o'z faoliyatingizni olib borayotgan bo'lsangiz, birinchi bo'lib reklama qilayotgan brendingizni yaxshilab o'rganib chiqing. To'rtinchisi, gap bilan sotish. Bu eng muhim qismlardan biri hisoblanadi. Chunki siz aytayotgan so'zlaringiz bilan mijozlarni harakatga undaysiz. Men shu vaqtgacha hech kimga qanday qilib kompaniyalar bilan aloqa o'rnatganimni, qanday qilib mijozlar topganimni aytmaganman. Lekin bugun sizlarga bepul shu bo'yicha 3 kichik tavsiya bermoqchiman. Demak, sizlar uchun birinchi tavsiya. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar har bir inson hayotida juda ham katta ahamiyatga ega, ayniqsa media yo'nalishi uchun. Agar siz o'zingizni brand face sifatida shakllantirmoqchi bo'lsangiz, birinchi o'rinda o'zingizning shaxsiy brendingizni qurishingizni tavsiya qilaman. Ya'ni Instagram. Instagramingizga to'g'ri rasmlar qo'yish, to'g'ri videolar qo'yish sizga qaysidir ma'noda mijozlar oqimini ham olib keladi. Bundan tashqari, agar siz hozirda brand face sifatida qandaydir kompaniyalarda ishlayotgan bo'lsangiz va yana ham hajmingizni ko'paytirmoqchi bo'lsangiz, o'zingizga nisbatan ishonchni oshirishni xohlasangiz, har bir ishlagan kompaniyangizdan o'zingiz haqingizda fikrlarini so'rab oling. Bu oddiy video deyiladi, ya'ni siz haqingizda bildirilgan fikrlar sizning keyingi shartnomalaringizni imzolaganingizda ishonch uyg'otishga yordam beradi. Ikkinchi tavsiya. Deylik, siz brand face sifatida qandaydir kompaniya bilan shartnoma imzoladingiz, endi bu hamkorlikni uzoq muddat davom etishini xohlaysiz. Bunda sizga hozir beradigan kichik tavsiyalarim yordam beradi. Demak, birinchi o'rinda kompaniya haqida chuqur ma'lumotga ega bo'lishingiz juda ham muhim. Kompaniyaning qadriyatlari qanday, qanday turdagi mahsulotlari bor, qanday kompaniya sirlarini siz aytishingiz mumkin emas, qanday kompaniyaning sirlarini siz bemalol aytsangiz bo'ladi. Birinchi o'rinda shu bilan yaxshilab tanishib chiqing. Har bitta kompaniyada siz yangilik olib kirsangiz, bu juda ham katta hurmatga loyiq bo'lasiz. Misol tariqasida keltiraman, men bir qurilish kompaniyasida ish boshlaganimda, men o'sha qurilish kompaniyasi uchun maxsus kiyim joriy qilishni taklifini berganman. Ya'ni men brand face sifatida shunchaki klassik formada yoki shunchaki ko'cha kiyimda emas, balki aynan o'sha qurilish kompaniyasi logotipi tushirilgan maxsus qurilish kombinezonida chiqish taklifini bildirganman va bu albatta rahbariyat tomonidan juda ham e'tirof qilingan. Shu kabi yangiliklar va shu kabi sizning o'z fikringiz borligi va yangi g'oyalar bera olishingiz kompaniya uchun juda ham muhim sanaladi. Bilasizmi, bozorda brand face'lar 100 ming so'm oladiganlari ham bor, $50 oladiganlari ham bor va undan ko'proq oladiganlari ham bor. Lekin o'rtacha narx bitta video uchun taxminan $40-50 atrofida. Mening shu kungacha bo'lgan faoliyatimda eng qimmat chekim bu $300 bo'lgan. Xo'sh, bu natijaga qanday kelish mumkin? Bu natijaga albatta tinimsiz harakat, mehnat va o'z ustingizda ishlasangiz, albatta vaqti bilan kelib chiqadi. Mening ham shunday vaqtlarim bo'lgan, videolarga bepulga chiqqan vaqtlarim bo'lgan. 100 ming so'mga, 50 ming so'mga chiqqan vaqtlarim ham bo'lgan. Ko'pchilik brand face'lar endi ish boshlayotgan paytda ko'p pul topishni xohlashadi, lekin aslida
Har bitta jarayon o'zining vaqti bor. Shunday ekan, agar siz yaxshi topmoqchi bo'lsangiz, demak o'zingizni ustingizda ham juda ham yaxshi harakat qilib ishlashingiz kerak. Deylik, siz 1 soatda nechta video rolikka suratga tushishga ulgurasiz. Misol uchun, men boshida deylik 1-2 soatda bitta videoga tushgan bo'lsam, hozirda 1 soatda 10 ta 15 ta 1 daqiqalik reels uchun bemalol gapirib bera olaman. Ya'ni sizning daromadingizning oshishiga tajribangiz va albatta 1 soatda qancha rolikka ulgurishingiz ham ta'sir qiladi. Yuqorida bergan tavsiyalarim siz uchun manfaatli va foydali bo'ladi deb hisoblayman. Endi esa video boshida va'da qilgan sovg'amni e'lon qilaman. Pastda havola qoldiramiz. O'sha havola orqali ro'yxatdan o'tgan birinchi 10 ta insonga men bepul konsultatsiyamni sovg'a qilaman. Xo'sh, bu konsultatsiya kimlar uchun? Media yo'nalishiga ilk qadamlarini bosayotgan yoki umuman boshlovchi, jurnalist, brend face sifatida o'zini shakllantirmoqchi bo'lgan va albatta o'z yo'lini shu sohada ko'rayotgan insonlar uchun mo'ljallangan. Eslatib o'taman, birinchi 10 kishi uchun bepul. Shunday ekan, hoziroq ro'yxatdan o'ting. Men esa siz bilan xayrlashmayman, shunchaki keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolaman.